Mana 570 ming dollarga bitta mana high-tech uyimizni ko'rsanglarchi, hozir ko'rib borib, shunaqa mazza qilib. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Tsiolkovskiyda joylashgan 3 sutuvdan iborat bo'lgan high-tech uyimiz bo'ladi. Fasad qismlariga e'tibor berasizmi? Haqiqatda high-techni sevadigan insonlar uchun bu uyimiz bag'ishlanadi. Uyimiz haqiqatda zo'r qilib ketilgan. Uyda mebel, texnika hammasi tashib ketiladi. Hozirga ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz shundan kiramiz deb Bismillahirrohmanirrohim deymizda. Shundan sekin chiqib ketamiz. Yuringlar. Mana bu yerda lustrlarga e'tibor berasizmi? Mana bu joylari hammasi bu vodopodlar qoldirib ketilgan. Bu uyimizni sekin Bismillahirrohmanirrohim deb uy ichiga kiramiz. Uy ichiga kirganimizda mana buni ko'rasizmi? Shedevr bo'lib turibdi. Har bir joyi shunaqa premium kачествоda remont qilingan va mebel texnikalar hammasi qimmat texnikalardan ishlatilib ketilgan. Uyimiz 3 urinda hisoblanadi. Podvol qismi 1-qavat, 2-qavat hozirlarga ko'rsatib ketamiz. O'ng tomondagi xonadan bitta boshlaylik. Mana buni ko'rasizmi? Zal qismiga e'tibor beringlar. Shunaqa chiroyli qilib qo'yishgani. Bitta like bosib qo'ying. Hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin. Olmoqchi bo'lgan do'stingizga sirazi yuborib qo'ying bu videoni. Bu uyimizga shunday chiqqaninglarda, ko'rasiz. Bu tomonni va bu tomoni bizda podvol qismiga tushib ketadigan zonasi. Uyimiz 2-qavatga chiqib ketadigan va yotoqxonasi chiqib ketadigan zonasi. Bu tomonni ko'rsanglar bo'ladi. Bu tomoni bizda 1-qavat uchun общий yotoqxonasi, o'zini bu yerda bizning garderob xonasi, sanuzul qismlari tashib ketilgan. Xonasini ko'rsatib o'tamiz. Shuni bizda bu yerda 1-qavat uchun общий kastoy sanuzul qismi va bu tomoni bizning oshxonamiz bo'ladi, ko'rasiz. Oshxonasini o'zini bu yerda alohida kichkinagina joy tashib ketilgan. Bu yerda bemalol havo aylantirish uchun va bu yerda bemalol nima bo'ladi? Bu yerda bemalol o'tirish uchun joy qilib qo'yishgan. Bu yerda oshxonasini ko'rasiz. Shunaqa minimalizm stilida, chiroyli stilda qilib ketilgan. Narxini aytib o'tganimda 570 ming dollar deb aytilyapti. Uyimizda sizlarga yoqqan bo'lsa, past telefon nomerlariga qilinglar, bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilinglar. Rahmat.